Assalomu alaykum do'stlar. Sizlar bilan Azbek Irkut shahridan. Bugun Xudo xolasa mana 20-oktyabr dushanba, ishni birinchi kuni ishni boshladik. Soatimiz 7:50, 8 bo'lyapti. Gradus 5.5 gradus sovuq bo'lyapti. Bismillah. Prioritetimiz 69, пока что zakaz 0. Liniyaga chiqamiz. Zonani ichidamiz. Hatto zonani ichiga kirib keldik, mashinani qizdirib. 2-1 ko'rsatyapti ekan. Tariflarimiz Mejgorod, Komfort plus yoniq. Probka odamlarni sekin-sekin cho'shtiryapti. Probka boshlanyapti, hamma ishga ketyapti. Benzinimiz пока что bor, yetadi bugunga. Probekni 0 ga qo'yib qo'yamiz. Ko'ramiz. Bugun nechta zakaz qilamiz, necha kilometr yuramiz, qancha ishlaymiz. Video podrobniy tushuntirib o'tamiz do'stlar. Irkut shahrida juda sovuq tushib qolgan. Keladigan aka-uka birodarlarimiz issiqroq kiyinib, zimmiy nimalarni olib bemalol kelishlari mumkin. Juda sovuq bo'lyapti do'stlar. Yoqib qo'ydik. Kutyapmiz, birinchi zakazni ko'ramiz, qayerga berar ekan. Birinchi zakaz tashadi. O'sha minimalkadan boshladi. Ganchirova 8 dan Lermontova 299 shkolaga 2 kilometr. Birinchi zakaz Karatish zakazdan boshladi. Unda ketdik do'stlar. Kuzatishda davom etinglar. Zakazimizni olib kelib tushirdik. 2,5 kilometrga 8 minutda kelibmiz başlayib probkaligi uchun. Summasi 403 rubl. Ko'ramiz keyingi zakasi qayerga tashlaydi. Liniyadan chiqib qo'ydik, liniyaga kirdik. Yoqib qo'ydik. Kutyapmiz keyingi zakaz. Koeffitsient yaxshi, qizarib turibdi, hamma ishga ketyapti, o'qishma aytab. Bilmadim endi qayerga. Keyingi zakazimiz tashlayapti. 240 bilan Komfort. Pashti yonimizdan berdi 1 kilometrdan. 1-2. Solnochniga berdi. 9,5 kilometr через Новый мост. Через Platina 9 kilometr. Uchi через Platina ketamiz. Ketdik unda. Gazimizni olib kelib tushirdik. 9,5 kilometrga 20 minutda kelibmiz. Probka normalniy, ko'ramiz qancha cho'pachom. Общий 865 rubl. Biz zonani ichiga yana bitta zonaga aeroportga borishimiz kerak ekan. 1:09 ko'rsatyapti. Uspet qilamiz. Пока что 49, yana 10 minut vaqtimiz bor ekan. Shu aeroportga kirib jiramiz. Kirishimizga zakaz tashadi. Angarskiga beribdi. Yo bo'p ketdim, yo 52 minut ko'rsatyapti. 1 soat 52 kilometr 1 soatda bo'lar ekanmiz. Dahshat. Ko'ramiz qancha bo'lar ekan. Aeroport ichidamiz. 3-chi zakazimiz doğrusu. Namestani yozib qo'ysa ham bo'laveradi. Aeroport 3-chi terminal. 55 minutda kelibmiz. 50 kilometr, 52 kilometr zavershni qilamiz. Angarskidamiz do'stlar. Общий 2371 rubl. Endi bu yerda nimalar bo'lyapti? Bu yer kerak. O'zakda nima qilyapti? Yo'q. Bu yerda qaranglar, bosh shaharligi uchun o'sha изменение bo'ldi programma. Programma изменение bo'ldi. Bu yerda hozir yana sel beryapti ekan, bonusi bor ekan. Mana 165 ta zakazga ko'rinyapti. 6600. Shu o'zingiz tanlab bir haftalik nimada bu. Mana 14-dan 20-chislagacha olib qo'ygan. Bir haftalik bonusi bor ekan Angarskida shu. Bu yerda lekin ekonom tarif
Только ekonom tarif bordi. Mana Comfort bilan Comfort Plus avtomatik o'zi o'chib qoldi. O zaman ekonomda yo'qsam shaharda ichiga beradi mana shu yerda yor. Biz endi damoy qilib Irkutskda yo'qamiz yo Podelam qilib. Uchu damoy qilib yoqish kerak. Damoy. Bizda damoy mana yubileyni turibdi. Zakaz по пути. Ketdik mana, xudo xolasa bersa olib ketamiz. 52 kilometr ko'rsatyapti Irkutskgacha. Mana nima deyapti? Сразу berib yubordi-ku. Navaleniyaga tashlayapti. 556 rublga. Olaylikmi? 3,5 kilometrda. Men shaharda ichiga hali kirib kelgan yo'q edim. Angarskida shahar ichiga yana 3 kilometr borda. Yetti 3 kilometr, 3,5 kilometr mana shahar Angarskida o'zidan beryapti. Kiramiz, olamiz, Navoleniyaniga boramiz. 33 kilometr Navoleniyani boshigan. Navoleniyada zakaz tushamiz. Bu yerda ishlarigina Maksimga kirib ko'raylik. Maksimga kiryapmiz hozir. Zakaz yaxshi bo'lsa Maksimda o'shab ketaman. Chunki hozir 500 qanchaga berdi, arzon berdi. Bu nima bo'lyapti? Maksim uyqusirayapti. Bizda 10% oladi Maksim. Bundan shuni ekan hozir kunduzgi nimaga qo'yib qo'yib fonga. Yorug'roq bo'lsin. Ancha-muncha kechqurun korporativni zakaz uyga ketyapti, olib ketaman-da. Shuni bu nimamiz bor ekan mana, balansda pul bor ekan. Lekin bu nima gangirayapti? Maksim, uspokойся, всё нормально. Uxlayapti bu Maksim programmasi. Ko'rsatmayapti. Mana endi. Tekushi sarafan. Bu Irkutskda ko'rsatyapti bu. Irkutsk zakazlarni ko'rsatyapti. Местоположение bu kelmayapti bu. Aktivniy zakaz deyapti. Maksim, mana Rudi Angarskda turibdi mana. Местоположение. Zakazga kirsam Irkutsk zakazini ko'rsatyapti. Maksim, nima bo'lyapsan? Всё нормально. Hozir biz unda bu yerda qanday ko'ramiz? Prigordan ko'rsak. Короче, bu o'ziga kelmayapti Maksim. Mejgorodni ko'raylik mana. Leninskiy. Mejgoroddan zakaz olsak mana Navaleniyadan turibdi. Yo bu Angarskiyni ko'rsatmayapti Maksim. Ishlamayapti, bir narsa bo'ldi. Местоположение. Короче, unda zakazimizga boramiz, olamiz. И dars ishni qilamiz. Bizda zakaz bor-ku, Navaleniyaga berdi-yu. Pustoy ketgandan ko'ra Angarskiyga kiraverish ekan. Angarskiyga kiraverish bu, shu kirganda leslarni ichiga tashladim. Hozir chiqib mahallaning ichiga kirib ketyapti endi. Sekin zakaz olgandim. Angarskiyda ham bunaqa gullar juda ko'p ekan. Yandex hali ham sel beradi Angarskiyda. Shu yerga kichkinagina shahar bu ham. Irkutskdan 50 kilometr bo'lsa, уже bosh shaharda bu ham. Irkutsk oblast-ku, lekin kichkinagina shahar bu ham отдельно. Уже Irkutskdan 50 kilometrdan o'tgandan keyin boshqa shaharga kirib ketyapsiz, qarang. Moskvalarda, Peterda bunaqa zakazlar masalan 40, 50, 30 kilometr boshqa rayondan boshqa rayonga olib borasiz. Bu Irkutsk kichkinaligi uchun shaharga o'tib ketyapmiz. Ладно, kelib lekin ishlasa bo'ladi Angarskiyda ham. Seli bor ekan. Hozircha Yandex boqyapti ekan. Bu yerda keyin yaxshi probka bo'lavermaydi, unaqa jo'siy probka bo'lavermaydi. Kichkina shaharlik uchun men bilmayman. Mana hali soat endi 10 bo'lyapti. Shu yo'llar
yo'llar ochiq, ko'ryapsizlarmi? Mashina itam yo'q. Bitta, ikkita mashina yuribdi. Keyingi zakasimizni olib kelib tushirdik. 4-chisini Navaleniyaga keldik. Qanaqadir baza ekan, bazaga olib keldik. Skladlar bor ekan. Skladlarning ichidamiz. Hozir bizniki damo yoqilgan bo'yicha turibdi yubileyniga. Пока что zakaz bergan yo'q. Komfort plus yoqib qo'ydik, ekonomda o'chirib. Kunlar, havolar zo'r, oftob chiqyapti, bahor kelyapti. O'chirga turibdi, bir narsa tushirishar ekan, yuk olib keladi. Shunaqa skladlar ekan. Yaramas, без коэффициента tashayapti. Koeffitsiyentlar уже tugadi. Sentrga, Kiyevskiga. Судебный приставga. Olurdik. Navaleniyada koeffitsiyent yo'q ekan. Sentrga ketdik. Sentrga keldik. Karate zakazlar boshlandi. Minimalkalar beryapti endi sentrda. To'liq mana shu. Padachani o'zi 1.8 kilometr. Olib boradigan joyimiz 360 metr. Nima bo'lyapti? 360 metr joyga taksi chaqiribdi. Dahshat. Baykalskiy ko'chasidamiz, Barguzinda. Havolar avtolar chiqyapti normalniy. Lekin tashqari sovuq, quruq sovuq bo'lyapti. Avtochidan. Barguzin kinoteatri. Geldik, kutyapmiz klientimizni. 390 metr. Birinchi svetofor, ikkinchi svetofordan shunday olib turar ekanmiz. Nima deyapti? Здравствуйте, подъедете, пожалуйста, вдоль дороги чуть ниже от шлагбаума deyapti. Şlagbaumga keldik, şlagbaumdan jicha pastroq keling deyapti. Jicha pastroq kelsam shu adresga boradigan adresga yetaman. Shu ko'tarib tashlab kelsammikin? O'ni shu narigi domga boradi ekan. Katta odam chiqamikin? Qani endi bu? Mana şlagbaumdan pastroqqa keldik. Shundan kelib, o narigi uyga boradi mana shu. Birinchi svetofor peshoqotda ishlamaydi svetofor. Shundan o'tib turib, keyingi uni domga boradi, ikkinchi svetoforga. Ну ладно. Shunday mashinani orqasidan bitta aylansam yetib qolar ekan. Kutyapmiz. Qachon chiqar ekan bu endi? Pervomayskiga keldik, Pervomayskiga keldik. Shu bizda soat ham obed bo'libdi. Chaymi, xrim chay. Obed qilamiz unda. Bizda Pervomayskida qaytdi. O Uyg'urda amon yeymiz. Sergeyevada, Beryozov Roshada. Haqiqiy lag'mon nomer 1 Irkutskda. Lag'mon center Pervomayskida qiladi. Mana shu Pervomayskda emas, Beryozov Roshada, Silermovda. Lag'mon вообще четкий. O'zi taksilar ertalab zavtrak qilmaydi ko'pchilik. Ertalab sahar turib chiqib ketamiz. Hamma demayman, endi men tanigan bilgan nimalarni. O'sha qatorda o'zim ham zavtrak qilmay chiqib ketamiz. O'sha час pik turamiz.
etib qoladi. Ertalab ishlaydigan bular. Ko'pchilik 20% ertalab ham ishlamaydi, kechasi ishlaydiganlar bu. Ularga endi qilsa kerak. Sahar chiqib ishlaydiganlar ko'pchiligi endi balkim ancha kofe ichib olar, bitta bulichka yeb olar. Ertalab zavtrikni nazarda tutganim haligi dasturxon solib o'tirib choy poy ichib bemalol bunaqa kamdan kam holat. Endi hozir zavtrik bilan obedni bitta qilamiz. Yetarli ishni boshlaymiz. Kafega kelsak hozir ko'rsataman do'stlar. Realno Irkutsk shahrida hozir lag'monni zo'r qilyapti. Uyg'ur lag'moni haqiqiy lag'mon bo'ladi. Bir 15-20 xil nimasi bor. Shu bitta o'zim Uyg'ur lag'mon yeyman. Ayrim sel guyur qiladi. Guyur lag'mon, ayrim sel, adini тоже. Qaysi bir joylarda ayrim sel deydi, qaysi bir joylarda guyur deydi, yana boshqacha desa kerak. Shu povur zo'r bola. Jallabatli. O'zimizni birodar. Qirg'iz bola. Cho'tga qiladi. Qo'li dard ko'rmasin shu povurni. Konkretniy. Hozir ana ketyapti. Bu nimaga aytyapman buni? Bu reklama emas. Bir xazina men tanish odamim, o'zi Qo'qondan bo'ladi. Vodiydan. Reklama emas, masalan, reklama qilib bering degan reklamaga zo'r emas u kafe. Prosta men aytganim, stroykada ishlayotgan bolalar bo'ladi. Markva, Beryozovy, tam shu qanday Klaramada ishlagan bolalar bor. Sexlarda ishlagan bolalar bor, zavodlarda. Ashlar butun sentrga boradi choy ichgani. Sentrga borsa hozirgi paytda sentrda ko'p nima qilyapti, kelib tekshirib bo'lyapti. Dokumentingiz yaxshi bo'lsa ham ozgina vaqtdan nima qiladi, olib borib tekshiradi, bazaga uradi, bemalol choy icholmaysizda. Shuni aytyapman, mana shu yerdan kelib, bu yerda ostanovka bor. Bu yerda ostanovkadan tushib turib, mana shu yerdan shunday o'tsangiz, mana shu Abes tomon bilan yursangiz, o adresi Beryozovaya Ro'sha 30/5. Taksilar hozir ko'pchilik shu yerga kelyapti. Endi boshqa ishda ishlaydiganlar ham kelib qolsa debman. Chem sentrdan ko'ra chekkaroq joy. Mana Lagmani sentr, halol kafe, zo'r kafe. Lag'mon zo'r. Boshqa nimasini aytmayman, lag'mon lekin realno zo'r. Kiramiz, choyni ichamiz do'stlar, keyin dalshishni qilamiz. Если что kelib lag'mon yeb ketinglar. Irkutsk shahrida bo'lsalaring. Choyni ichib obed qilib, sentrga nasaga solib keldik, qaytib Yarkamolga. Hozir Yarkamoldan sentrdan Beryozovga zavershni qo'ydik. 371 rubl. Beryozovga ketdik mana. Kajova 9dan, klinikadan Beryozov 208. O'pirib chiqib ketamiz hozir, shipirib. 9 kilometr ekan, 9,5 kilometr. Sentrdamiz. Beryozovga 560 rubl. Пока что bergan yo'q. Podyomni qarang, podyomni. O'zi ham eng oxirgi, eng chuquriga olib keldik. Hozir aylanib tushib ko'rsatayım podyom. Eng oxirgi tomonga o'zi 208. Beryozovga. Qarang mana. Spuskaga tushib ketyapmiz. Qishda manzarada batlar. Kayf qilasizda. O'zi olib tushib qoladi, ship etib. Bu yog'i les o'sha. Shu oxirgi dom 208 dom. Nechinchi dom? 206.
To'shi qancha ham bo'lsa kerak deb. To'shini bilmadim. 236 ekan. Maqrur yozmaylarga. Xo'p. O, dalshi uylar tushyapti ekan-da. Chasni uylar bor ekan. Orqadan mashina kelyapti. Janjal. Orqadan mashina kelyapti. Aka zakaz bergan yo'q, zakaz bergungacha tomosha qilamiz. Lekin yozda zo'rda. Pagodasi. Pagoda zo'r bo'ladi. 208-domga olib keldim, 207-domdan berib qo'ydik. Ozgina sabr qilsang ham bo'lardi ekan, aylanib kelib buni. Namestani bosamiz, solnishniga berdi-da. Solnishniga Marshalla Jukova. Ular turibdi mashlarmikan? Shugan katta odam ekan o'zi ham nihoyatda. Nihoyatda katta odam chiqadi ekan. Kilometrimiz 12 kilometr kelyapti. Mana bugun ish kunimizni ham tugatdik. Oxirgi zakaz olib kelib zavers qildik. Ko'ramiz do'stlar, bugun qancha ish qildik, nechta zakaz qildik, necha kilometr yurdik. Pulni hozir ko'rsataman. Bugungi qilgan ishimiz mana do'stlar 30 ta zakaz qilibmiz, 10.490 rubl. Kilometrimiz 310 kilometr yuribmiz. Bugun normal yurib qo'yibmiz. O'zi 250, 270, maksimum 270 yurib yetdim. Agar damniga chiqmasam. Shu ertalab Angarskiga borib kelganimiz 100 kilometr bo'lib ketdi. Shu ko'tarib bordi-da. 310 kilometr o'sha yuribmiz. 30 ta zakaz 10.490 so'm. 90 rubl to'yish. Shu Irkutsk shahrida shunday ish bo'lyapti do'stlar. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Allohga omonatlar. Kommentariya, podpiska, klass bosib qo'llab qo'yasizlar. Savollar bo'lsa bemalol обращение qilaverasizlar. Assalomu alaykum.